Nega oynali g'ildiragimiz ariqdan o'tganda ham sinmadi? Qanaqa qilib bunaqa mustahkam oynani yasash mumkin? Etap-etap ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib balonning razmerini aniq o'lchab olamiz. Undan keyin oporli shpilkalar razmerini ham aniq o'lchab, chizma asosida oynaning razmeri, adapter razmerini chiqarib olamiz. Adapterni tayyor bo'lmaydi. To'kirda iminno yasattirdik. Shpilkalarni uzun-uzun qilib 7 sm qilib yasattirdik. Keyingi etap oynani tayyorlash jarayoni bo'ladi. Oynamizni kesib olamiz. Chetlarini qo'l kesmasligi uchun, sinib ketmasligi uchun zakruglenni qilib chaqlab olamiz. Undan keyin metkalarni qo'yib, oynamizni 20 talik sverulda teshib olamiz. Teshilgandan keyin chetlarini akkuratli qilib chaqlab olamiz. Chaqlangandan keyin zakarka apparatiga o'tkazib, zakarkada oynamizni sinmaydigan qilib, kalyonniy qilib chiqaramiz. Oynamiz 600 gradusdan chiqqandan keyin sinmaydigan bo'ladi, bilasiz. Keyingi etap triplex qiladigan apparat bo'ladi. Triplex nima o'zi? 3 qavat oyna bo'ladi, o'rtasida ikkita plyonka bo'ladi. Shu plyonkamizni erib, 3 qavat oyna bir-biriga yopishib qoladi. Keyin singanda ham oynamiz chochilib ketmaydi, bron oyna bo'ladi, qisqasini aytganda. Undan keyin chetlarini akkuratli list bilan qoplab, sinib ketmasligi uchun himoya qilib olamiz. Uni qanaqa qilib yopishtiramiz? Germetka bilan orasini to'ldirib chiqamiz. Oynamiz ham tayyor bo'ldi. Ana endi yurib ham ko'rsatamiz. Arudan ham o'tdi, yurib ko'rdik. Muncha-munchaga sinmaydi. Ko'p mijozlarimiz bizga aytishadi, oynanglar baquvvatmi, sinib ketmaydimi deyishadi. Mijozlarimizga ko'rsatish maqsadida qilganmiz. Ko'p negativlarga sabab bo'ldi. Qiladigan ishinglar yo'qmi, nima unaqa qilyapsizlar deyishdi. Bu yerda reklama bo'lgan oynani qanaqa mustahkamligini ko'rsatib berganmiz. Agar shu videomiz qiziq bo'lsa, keyingi videolarda qanaqa eksperiment qilaylik? Izohlarda javoblarni qoldirdik.